Ya videoga olay. Qizlar bir qarayapsizlar. O'zim birdan qilib qo'ymang. Ha, bosh turib ketashim, olaveradi. Bir paytaşa qo'yaman, tamam. Lekin sizlar nima uchun o'zgarmaysiz? Sizlar o'sha yoshligim taqaysizsiz. Ha, sinfdoshlar bir qarayasizlar, esdalikka. Hech kim qolmasin. Ha, muzikani topdingmi? Topilib, ochmiyor. Nima? O'zing tushunmagan bo'lsanda. Qancha qaradim mana, qancha. Navro'z o'g'lan bilan sal oldinroq o'tdi. Xotin qizlarimizni 8-mart bayramlari, bahor bayramlari bilan yurakdan tabriklaymiz. Qizlarimiz uzoq bo'lsin, anjonlari sog' bo'lsin, marijolarni yaxshi kunlarni qilinglar. Shu o'tirishimiz yo'qolmasin, davramiz ko'paysin, hech kim qatorimizdan kamaytirmasin Allohim. Hammani ezgu yaxshi niyatlari bo'ladi. Albatta hammasi amalga oshsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Mana bu o'tirishlarimiz davomiy bo'lsin. Hammani Xudoyim yaxshi kunga qo'ysin. Xushko'rlik hammalaringizga rahmat. Rahmat. Davramiz ochiq, bemalol. Rahmat. Ha, olaylik hamza ham mana. Olinglar. Siz navbati mana Dilrab aka, sinfdosh qizlar nomidan. Yana boshqacha tabrik bilan bir. Yarash bo'mi?
qilaman. Yig'laveraman-da, xursandman-da. Hammalar hamma mendan xursandman. Bu diydorlashish har doim emas bu. Ya'ni o'zi inson. Bugun bizlar endi erta umrlar so'z bo'lsa qayerga bilmayman. Boringlarga shukur, kelganlaringga shukur, ming rahmat hammalaringizga. Mehr-oqibatingizni qo'ymasin. Bir-birlarimizni so'roqlab ko'rishlik nasib qilsin. Manga bo'ringlar, bo'sh ustiga. Kutib olaman, bo'ringlar. Xursand bo'laman, eshigim doim ochiq. Buxoroga Go'rbankka haftasiga sepiraman. Uzoq emas. Shu Go'rbankka desa keyingi do'konga. Dilmurod aytadi. Nasib. Xursand bo'laman. Mendan xursand bo'lib kutib olaman. Sho'yimni qo'yib olaman, bo'ringlar. Sho'rik sinfdosh telefon qilyapti, sal tezlashtirib olaylik. Ya Sho'rik telefon qilyapti. Ya, chiroy, ha. Yuz yoshga ham sherkini turish nasib qilsin. Farzandlaringizni bosh beringlar, nagara to'ylaringizga qilsangiz choqiringlar, kelishlik nasib qilsin. Hammalaringiz o'zlaringizdan ko'payinglar. Mani bitta so'zim shu. Umrlaringiz uzun bo'lsin. Maslar doim ko'ribgina xursand bo'lib yuradi. Lekin ko'chaga kirib kelsam, eshiklarni to'xtatib turib ketkim keladi. Endi odam tuyuladi, lekin menga shu narsalarga bu eshiklarni to'xtatib, "Ey, chiqinglar, men keldim, yaxshi ishlar tegib keladi" deydi. Menga shu narsa yo'q. Doim so'z beringlar, hammalaringizni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq yaxshi ko'raman hammalaringizni. Xursandman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Yashaylik, o'tirishaylik, uchrashib turaylik, hammalarimiz nimalarni niyatlarga yetinglar, kelganlar uchun rahmat. Endi Gulnoz sinfdoshimizdan ham eshitamiz sizlarni. Mastura tayyorlanib tursin, o'tkir gapirdi, keyin gapirdimiz, er-xotin urushyaptimiz yana. Ana shu yaxshi gaplarni hammasiga gapirish-laman. O'sha diydorlashib ketirishimiz ko'proq bo'lsin. Hammalaringizdan o'sha hayit bayrami, Navro'z bayramini tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'linglar, hech qachon dard ko'rmanglar. Hamisha shu farzandlaringizni, nabira-abiralarning baxti kamolini ko'rib xursand bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Doim sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Mastura sizga so'z navbati. Ya, qay gapiring, turing. Mayli, ozgina gapiring, bilganingizcha. Hamma gaplarni bitirib aytib qo'ydilar. Mana shu gaplarga kimlar gaplari qo'shilaman. Ilohim hammamiz umrimiz uzoq bo'lsin. Ana shunday davralarimiz ko'paysin. Ana Allohim hammamizni nabira baxtiga erishtirdi. Ilohim avira chayiralarga yetkazsin. O'tganlarni ishlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Ana shu Qo'shaloq bayramda bo'ldi, tabriklayman hammalarni. Rahmat. Nasiba siz ham gapiring. Hamma gapiradi. Hozir o'g'ilbachalarga keyin yana bu partiya navbatini. Esdalikda bu. Rahmat sizga kelasiz uchun. Hozir chiroyli tilaklar bilan hammasiga qo'shilaman. Hamma sog' salomat bo'linglar, farzandlaringiz qo'shiladi. Yaxshi kunlarni ko'rish nasib qilsin. Davramizdan shu ko'paysin, kamaymasin. Hammalarga rahmat, tashkilotchilarga ham rahmat. Sog' salomat bo'linglar, Qo'shaloq bayrami muborak bo'lsin. Oilalarga tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarga uchrash nasib qilsin. Rahmat. Nurmat, siz navbat Nurmatga mana. Ko'payib ketdik. Yo, yana bo'lib bo'ladi-da. Yetmay qolamiz vaqt. Davay. Hamma tabrikladi. Shu gaplarga, shu so'zga qo'shilgan holda Mastura o'zi esladilar o'tganlarni. O'zimizdan o'sha rahmatli to'yi, O'zbekiston, O'zbekiston, Baxtiyor, Baho, Juma, ularning nikasi, xarakteringizga yarasha xarakterlari bor, eslab
Dokada maktab davomida yapatiz ularning yanına kadar bu tayamını isteyiz. Aşağıya gittiğinde de rahatsız cennet tradisyon okulları olmak bütünler dostlar. Ya bu ikişimiz konuşamayamazsa bir yaşta kısmında onun için yakatılan yaşlı bir takdir neyse yoksa agarda bunu bakacağımız sınıflarımızdan can bulup bana şu neyse yoksa iş olasak anca bunlardan dönmegen hakim özü kılabilir lekin sınıflarına oturup neyse çıkışını ama dostum Allah buyursa ama şöyle geçsin. Anastamın yaş kurbanı wilayetinin taşkınlaştırma. Ama adamı diyorlar ki sağlamadı şey. Diyorlar ki yaştakını diyorlar ki Allah'ın razı ben bilmem. Oldunca bana hatırlar bu. İslam'ın özellikle misafirliğine bugün hatırlatmak istedim. Biz ondaki akşam konuşmasında amaları saat 7'de takip ediyoruz. Rahmat. Hozir so'z navbati mana Jo'rayib Komilga Lenin Ko'chaylar hisobidan. Jabor, sana bir nima degan Turqan? Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana bular o'tirishlarni ko'p bo'lsin. Biz lavralarni bo'sha doim sog' bo'ladi. To'pkamdan shan yashash kelaylik. Rahmat. Rahmat amalaringizga. Gapiring endi taklif tushdi. Turing. Ma o'zing ish olaman. Hammalar xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bu tashkilotchilarga rahmat. Bunaqa tashkilotlarni ko'pini qilib turibsizlar. Doim sog' bo'lsinlar oilalar boshiga. Iloyim. Mana dunyomiz tinch bo'lsin. Rahmat Gunjona, Qo'zingizga shukr. Mana bu qo'shaloq bayramlarimiz muborak bo'lsin hammalarga. Farzandlaringizni, kelin, nabiralar boshiga doim sog' bo'linglar. Iloyim. Rahmat. Rahmat, Qo'zingizga shukr. Rahmat Gunjon, iloyim yuzga kiring. Yuzga kiring iloyim. Rahmat. Mana. Shashlik ham toza devona chakra deydi-ku Buxoroda, devona chavetdi mana. Rahmat, zo'r bo'libdi hammasi. Keyingisini aytamiz, shunday qo'yasizlar, qaymi? Bemalol. 5 minut oldin aytamiz. Bemalol. Qachon bo'lib istaysiz? Uzoqroq o'tiramiz. Tamam. Nima desangiz? Qo'y desangiz qo'yamiz. Qo'y. Birdan yesa kuyib qoladi, yeyolmay qoladi. Tamam. Nima desangiz? Bemalol. Yana 3 kishi yoqqa. Ha, bor, 4 ta bor. 3 ay qo'ysalar. Usta ba'zi yemasa kerak, shash yomon kerak. Mana oxiri bizga qo'yingsan. Hammaga mama bir qarab. Bor. Bitta qarab hammaga berimi? Ayran 5 kilo. 5 kilo ben koydum. Yo'q. O'tgan masalasi yesin. Mana qayerga ketadi? Nima qilmaydi? Endi mana so'z navbatini Halima sinfdoshimizga beramiz. Keyin mana Shabon, Havas sinfdoshlar tayyorlanib turinglar.
Ha. Sayyora, Nigora, bular ham keyin. Farzandlaringizni o'g'il qizlar beradigan huzur harovatli tiriklar, qariliklarsiz bersin, iymonli qarilik hammamiz. Hech kimni kuch-quvvatdan qo'ymasin. Sog' salomatlikda, yaxshi kunga, yaxshi davralar hammamiz birga o'tirish nasib qilsin. Havas sizga navbat. Avvalambor, ana so'z berganingiz uchun ham rahmat. Shu sinfdoshlar bilan o'tirishganingiz uchun ham sizlarga katta rahmat. Diydor xonima, umrimiz o'tib ketadi. Bugun bo'lsa ertaga Xudo biladi. Ana doim sog' beringlar, hammamiz qo'shganimiz bilan qo'sha qaringlaylik. Farzandlarni aftoqida bo'lib, mana umra safarlari bo'lib keldik. Xudo xolasa haj safarlarini ham nasib qilsin. Hammamiz sog' beringlar, Rahmat. Sayyora, navbat sizga. Mana o'sha yoqdan oling narsa. Hamma yaxshi gaplarga qo'shilaman. Qo'shaloq bayrami hammalarga muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Tamom, o'rgan gapirolmayman deb. Ha, u kishi ham bormi? Ha. O'zi gapirib uyga qulog'maydan yeganini berib tinchitiray dedim-da. Assalomu alaykum sinfdoshlarim, hammalar kelibdilar. Bunaqa o'tirishlarni ko'pini qilaylik. Demak, qilgan sinfdoshlarim bilan 15 yillik o'ylarimizga kelsin. Bundan ko'payishib o'tiraylik. Hammalar xush kelibdilar. Oilalarimiz o'sha sog' bo'linglar. Narsani yaxshi bo'linglar. Usta Bazil, so'rangayni. Ay, navbatni ketiraman. Sizga yaxshi joylarda o'qsin. O'zim jon bechora jo'ram. Muzaffar sangiz becharajon. Salom gapir. Muzaffar gapir. Hammalarimiz oilamiz boshiga, davralarga, hammasi sog'-salomat. Rahmat hammalarga. Rahmat. Ey, so'z navbati mana. Doktor Faxriga, tish doktor. Tishlar olmasin deb bir gapir tur. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar xush kelibsiz. Salomat bo'linglar hammalaringiz. Mana yaxshi niyatlar ko'p bo'linglar. Mana yaxshi niyatlarga qo'shilaman. Mana ham topgan yaxshi kunlari bo'lsin, bola chaqasiga barakasi bilan kirgan bo'lsinglar. Mana bu o'tirishlarimiz nasib bo'lsa ko'paysin. Endi mana derak kelmaganlarni kimdir bilib kelmadi, kimdir bilmay kelmadi. Shu bilib kelmay ko'rda kamaysin. Bilib kelmay ko'rda. Chunki u masalan oldindan nima endi kimdir masalan haqiqatan rejalashtirib o'tiribdi-yu. Qo'l iloji yo'q, o'zi biladi, tepadagi biladi. Lekin kimdir deydi yolg'onni masalan qo'shaveradi. Shuning uchun yolg'on bo'lmasin. Chunki mana o'zi aytib o'tiribdilar, hammalar fikrlar ham aytib o'tiribdilar. Sinfdoshlar bir-birini hurmat qilgani, mehri bir-birini to'g'ri ekani bahonani kamroq qiladi-da. Tushunaymi? Bahonani kamroq qiladi. Isqijon ismasi bu. Rosti ham bu, yolg'oni ham bu. Lekin
mehri tortgani bir ilojini qilib keladi. Mana Buxorodan kelib o'tiribdi, Toshkentdan kelib o'tiribdi, Qobondan kelib o'tiribdi, Rossiyadan kelib o'tiribdi mana. Ana. Shuning uchun she'r shunday bo'lsin, yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Mehr oqibatimiz yo'qolmasin. Ana, sog' bo'linglar. Rahmat. Davlat Fazlijo'ramizga eng so'z. Navro'z bayramini o'tganimizda hammalar farzandlarimiz sog' bo'lsin. Ammo yo'llarida ishlarimizga omad tilaymiz. Malakatlar aytsalar ko'ngildan yetib boramiz. Ammo yoshlar bo'lganimizda yoshlar olmishga kirdik. Hammamiz birimizga mehr-oqibat tilaymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Uzoqdagi nimadan yaqindagi Ana shashig ham keldi. Mana. Yemay tuyib qoldik uni. Olama. Ana kattalashtirib şeydan yaqinlashtirib. Baliq deyman. Oylaga. Shoshmay 8'ini yeveringlar. Ola 300 gramdan baliq ham aytilgan sazan bari. Endi bir kun yeymiz-da. Oylaga. Ustiga qo'ydim.
Ulan gap yakiliga aytdimmi? Yetar. Mana. Oynasizlarmi biz gapayamiz? Yo'q, davay. Pul katta pulligingni. Avvalambor sinfdoshlar xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Hammalaringizni mana o'tgan Hayit bayrami bilan Navro'z bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Keyingi yillarga ham yetkazsin. Nabiralarimiz ko'p bo'lsin. Ko'p tomoshalar ko'p bo'lsin. Darslar masalan shunday teknik sochim bo'lsin. Iloyim. Mana hozirgi yosh sinfdoshlar va kelasi yil bilan ko'payib turadigan ham kelsin. Iloyim. Mana aktivlik kelgan hurmatli kelganlaringizga hammalaringizga ming rahmat. 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 Oilalarga tinchlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Iloyim. Hammalaringizga mana bu umralarga borish, katta ajr bo'lsin, nasib qilsin. Iloyim. 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 Mana yigitlar murojaat qilinglar. Iloyim. Xush kelibsizlar mana, rahmat. Keyingilarga shuni yetishaylik. Tashkilotchilarga ham rahmat. Ming rahmat. Qizlardan taklif tushyapti, bitta shu yoq bizga qo'yamiz. Yana qizlardan taklif. Kuylarga aytaylik bir-birimizni. Kuylarga bir-birimizni aytaylik, kuylarga. Dunyoning esa hurmatliga aytdi, ana ko'ramiz, qani kim bo'ladi. Gruppaga yozib tashadi. Baxtli bo'lsinlar yoshlar. Siz akasi qilgan qizlaringiz kelmadi. Oy, qachon o'tiramiz, ayting, qachon o'tiramiz, ayting. Ama rasmiga o'tirish, rasmiga o'tirish. Kuylarga aytish kerak. Sog' bo'lasizlar mana. Mani keldi deyapti bular. Gapiringlar. Gapiringlar. Bitta muzika bo'lsin, bu keyin bo'ladi. Hayır, hayır. Mana rahmat. Muzika nurla qo'yiladi. İnna a'toynaka al-kawsar fasolli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilohim. Tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin, mamlakatimiz obod bo'lsin. Bu dunyoda ham o'tgan otalarimiz, onalarimiz, sinfdoshlarimiz yotgan joylari jannatda bo'lsin. Qolganlarga Xudoyim uzoq umr, baxt saodat etsin. Mana bu sinfdoshlar o'tiribmiz, kelasi yil bundan ham ko'payishib o'tiraylik. Keyingi yil mana bu hayit bayramlariga, ro'za ayyomlariga, Navro'z bayramlariga Allohimiz yetkazsin. Hammalaringizga katta rahmat, hurmat qilganlar uchun. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar bi rahmatika arhamar rohimin.